Hürmetli vatandaşım bu nutqning davomini anglaysiz, quloq soling. Amerikaliklar, biz Amerikaliklar shuni tushunimizki, bir davlat kurashli qiladi ekan, mavjud bo'lib tura oladi. Qo'lidan ish kelmaydigan valaqtakko'r siyosatbozlarning bizga keragi yo'q. Ular qo'rqmasdan og'rinib yuriydi. Ular to'xtamasdan kechiringlar, ular to'xtamasdan og'rinib yuriydi, lekin harakat qilmaydi. Bu taraflı bazı Uygurlarni tanqidlayaptam nima prezident Trump. Valaqtakko'rlik davri kelmasga ketdi. Hozir harakat qilish davri yetib keldi. Har qanday kishining sana bu ishni qilg'ili bo'lmaydi deyishiga yo'l qo'yma. Deydi prezident Trump diqqat vatandoshim. Valaqtakko'rlik davri kelmasga ketdi. Hozir harakat qilish davri yetib keldi. Har qanday kishining sana bu ishni qilg'ili bo'lmaydi deyishiga yo'l qo'yma. Amerika'nın qalbida shu borki, kurash va ruhiyat barliq xristianlarning ustidan g'alaba qiladi. Biz yengilmaymiz. Bizning davlatimiz yana bir qatim gullanadi. Boy-bayoshatlikqa erishadi. Biz 1000 yillik bir nuqtada dastlab turibdimiz. Har vaqt degidak olamning sirini ocha olamiz. Yuqumli kasallarning yer shari xalqini qaynishini yo'qotib, atiga kerak energiya manbai, sanoat va texnikani yo'lga qo'yamiz va ochamiz. Yep-yangi millat iftixorlik tuyg'usi qalbimizni urg'utmoqda. Nazar doiramizni ochib, ixtiloflarni tugataylik. Bizning armiyamizning abadiy unutmaydigan yoki abadiy unutmaydigan uzundan bir davomlashib kelgan bir e'tiqodini esimizda chin saqlashimiz lozim. O bolsumu meyli qarı tellik bolaylık, meyli qo'ng'ir tellik bolaylık, yoki oq tellik bolaylık. Ama bizden tomirimizda bir vatanparvarning qizil qani eqib turibdi. Ular o'xshashli bir büyük erkinlikka ega. Ularning hammasi büyük Amerikaning davlat bayrog'iga salom qiladi. Kimki o bir bovoq nayt keng ketgan Detroitning shahari sirtida to'lgan bo'lsa, yoki Nebraska shtatining tuzdanliklarida tug'ilgan bo'lsin, ular beshini ko'tarib o'xshashla bir ko'k osmonga nazar tashlaydi. Ularning engini o'ylaydigani, ularning engida o'ylaydigani o'xshashla bir xiyol. Ularning qalbidagi hayotlik o'xshashla ulug' yaratquchining shafog'atidir. Butkul Amerikalik shahar ichidagi va shahar sirtidagi, yiroq yaqindagi ikki okean orlig'idagi Amerikaliklar ishininglar. Amerikaliklar esinglarda chin saqlanglar, kechiringlar, ha. Endi sizlar sal qaralmaysizlar. Endi sizlar sal qaralmaysizlar. Sizlarning ovozinglar, umid va xiyollaringlar Amerikaning taqdirini belgilaydi. Sizlarning boturliginglar, oq ko'ngilliginglar bizni abadiy nishonga boshlaydi. Bir niyatda hamkorlashadiganlar bo'lsak, Amerikani yana bir qatim qudratli davlatga aylantira olamiz. Biz Amerikani yana bir qatim boy-bayoshat qila olamiz. Amerikani yana bir qatim g'ururga ega qila olamiz va shundaqla Amerikani yana bir qatim bexatar Amerikaga aylantira olamiz. Shundaq. Faqat bir niyatda hamkorlashsak, biz Amerikani yana bir qatim qudratli davlatga aylantira olamiz. Rahmat sizlarga. Sizlarni Xudoga topshirdim. Amerikani Allohga topshirdim deb nutqini tamomladi prezident Trump. Endi prezident Trump murosim o'tkazib, Oqsaroy kirishning oldi keynida Xitoydagi pozitsiya qanday bo'ldi? Buning qisqacha bir diqqat qilaylik, hurmatli vatandoshim. Beijing prezident Trumpga mundaq dedi: "Biz bir-birimizga do'st bo'lishimiz kerakki, bir-birimizga dushman bo'lmasligimiz kerak." Mavzuli xabar 1-oyning 20-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington prezident Trump haftaning 5-kuni murosimda qasam berib, Amerikaning 45-navbatlik prezidenti bo'lishiga ergishib, Amerika rasmiy prezident Trump davriga kirib keldi.
Prezident Trump Amerika Jungo münasebetini nayt eğer toqunuşqa elip keridi dep endişe qılğanlıqdan Beijing Prezident Trump murasim ötközüp vazifege olturuşning arpsida inaqlishish, yarışış, huchuri tarqıtıp Prezident Trumpning Jungoning dostu bo'lishig'a, düşmeni bo'lmasligiga haydakchilik qildi. Lekin Amerika Jungo'da bu ikki davlat munosabatini tadqiq qiladigan mutaxassislar yer shari bo'yicha eng muhim qo'sh taraflik munosabat hisoblanadigan Amerika Jungo munosabatining kelgusidan andisha qilishdi. Ba'zilar andish qilib Prezident Trump islom davlatidan keyin Jungoni ikkinchi darajalik dushman qatoriga qo'ydi deyishdi. Beijing Amerika munosabatining qandoq bo'lishini umid qiladi. Prezident Trump murasim ötközüp vazifege olturuş harpisida Jungo Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Hua Chunying Beijingning Amerika Jungo munosabatiga bog'lagan umidlari ustida to'xtaldi. Bayonotchi mundaq ko'rsatdi. Biz Amerikaning yangi hukumati bilan birlikda o'rtaq tirishchanlik ko'rsatib, to'qinishmaslik, qarshilashmaslik, o'zaro hurmat qilish, ortaqlaşıp, ortaq mənfətleniş, prinsipini çiң turib, çoğunqor alaqalışış, söhbətləşini küçəyitib, özara işənişini özlüksüz aşırıb, özara bir-birimizдің canıcan mənfətiga itibar bilib və zor dərəcədə köngül bilib, özara ixtilaflarını muvafiq, quruluş xarakterlik bir tərəf qilib, aramızda mavjud bo'lib turgan sezgiri məsələlərni muvafiq bir tərəf qilib, ikki taraf, qo'sh taraflik, rayon xarakterlik, yer shari qatlamlari darajalik har qaysi sohalarda hamkorlashib, Amerika Jungo munosabatini yangi boshlanish nuqtasi texmi zo'r taraqqiyotlarga erishtirayli. Bu Jungo Beijing hukumatining Prezident Trumpdan umid qilayotgan umidlari ekan. Bu bayonot yana mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo ikki taraf do'st bo'lishi, hamkorlashishi kerak. Raqobatchi, düşman bo'lmasa kerak. Yer shari vaqt gazeti maqola e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika tarixidagi bu ajoyib Prezident Trump texmi buyuk bir dunyoni qurib chiqdi. Bu prezident huquqiga munosib mas'uliyat tuyg'usini oshkorladi. Shundaqla Beijing hukumati Jungo matbuotlarining Prezident Trumpni endi tanqid qilmasligini talab qildi. Hürmetli vatandaşım, Prezident Trump 2015-yil e'lon qilgan Amerikani qudratli davlat qilib qurib chiqimiz mavzuliq kitobida nima dedi? Jungo bizning dushmanimiz dedi. Bu xabar niyaki bo'lishini keyingi vaqt qoldirib qo'ydik. Bu yerda anglaysizlar, hurmatli vatandaşım, biz yuqorida Jungoning Prezident Trump yo'llagan samimiyatlarini, qo'shtin naqshidik samimiyatlarini ko'rib o'tdik. Shuningdek Prezident Trumpning fakat murasimda so'zlagan nutqini ko'rib o'tdik. Nutq oddiy, dabdabilik emas, lekin dal joyida, fikrlar joyida, reallikqa diqqat qilish, Amerikaning hozirgi reallikni davr turmushini tasvirlab berish, kelgusiga nazar selish, Amerikani qanday qudratli davlatga aylantirish, buning uchun Amerika xalqini qanday ittifoqlashtirish, hammasini to'liq atrofli so'zlabdi. Bu nutqni sizlar anglagandan keyin jumla tahlil qilib, analiz qilishinglarni men umid qilaman, hurmatli vatandoshlar.